Assalomu alaykum azizlar. Men Yunusova Madina, formativ diyetolog. Men Silkoy korporatsiyaga kirib kelganimga mana 2 yil bo'ldi. Silkoy korporatsiyasi menga nima berdi? Eng avvalo menga ustozlik baxtini berdi. Bu yerda men o'quvchilarim bor, Xudoga shukr. Undan tashqari bu yerda men go'zallashdim, yanada sog'lomlashdim va insonlarni yanada go'zal sog'lom bo'lishiga yordam bera oldim. Ustozlik baxtini berdi. Undan tashqari chet el sayohatiga, men O'zbekistondan umuman chiqmaganimda chet el sayohatiga birinchi marta o'sha Silkoy korporatsiyasi bilan birga chiqdim va 2021-yil sentyabr oyida onam bilan birgalikda Misr sayohatiga borib keldik. Va bundan so'ng men yanada ko'p sayohatlarga chiqdim. Silkoy korporatsiyasida biznes boshlaganimdan juda ham xursandman. Endi 2023-yilga qo'ygan Silkoy korporatsiyasi bilan birgalikda erishadigan maqsadlarim safir statusiga chiqib avtobonus olish va bir qancha kichik bizneslar ochish. Undan tashqari men yana bitta oliy maqsadimdan bittasi sog'lomlashtirish markazi ochish. Bu sog'lomlashtirish markazimda albatta Silkoy mahsulotlari va apparatlari bo'ladi.